hozirgi asrda 15 minutga borgan erkakka medal berish kerak, ya'ni gul berish kerak deyiladi. Xuddi shunday bo'lib qolgan o'rtoqlar. Nima uchun? Chunki erkaklar uzoq vaqtga bormayapti va undan tashqari shamollash, prostatlar, farzand ko'rish darajasi tushib ketyapti. Fast foodlar ko'p iste'mol qilgandan, gazli ichimliklar bir joyda ko'p o'tirgandan, ayniqsa kichkina ko'k dorichalarga erkaklar o'rganib qolyapti va zarar beryapti. Jigariga, yurak, urug' foizini tushib ketyapti. Yana bitta narsa, semirish uchun har xil batlar, boshqa narsalar iste'mol qilyapti. Erkaklar quvvati tushib ketyapti, testosteronlar. Ko'k dorilar ichmang. Sizga perifarator yangisi 22 xil giyohni, mana aralashmasini ko'ryapsizlar rangini. 22 xil giyohni aralashmasi, china qoshdan yarmida bir mahal yeng. Rahmat aytasiz, Ilhomjon, rahmat. Otangizga baraka toping deydiganlar juda ham ko'payib ketgan. Ayniqsa 65-70 yoshlarim juda ham zo'r foyda ko'ryapti. 91 127 33 70 nomeriga yoki Telegram kanallariga o'tib bemalol ko'rishlaringiz mumkin.